zerikib bir sayohat qilib kelmaydimi deb taz Amerikaga ketib olsa, o'sha Latviya tatib yetibcha vaqirab qoldi-da. 3 daraja mukofot, bir moto, 2 daraja mukofot, bir mashin deb turishib olishib berib topmoqmaymi deb shunda tatib tikandib. Ha mana 1 daraja mukofot, men Qashqarga 2 minimiz keldi deb shunda oy beshini sanqib o'tiribdi-da tatib qo'ygan. Hayal bir nimga o Qashqarga bir hafta sayohatga. Bir meko haqqız bir kelin bo'lib kiribdi-ki, qiynalib "Voy qizim, bizning uy kelin bo'lib kirdingiz. Namoz o'qishlarni uqamsiz" desa, do'ngizlarni uqmaydi. Şağa bir to'y ishlar o'ynab chiqdim. Bu yaniki sizlar parang'ildi ekanda, bir yotoq o'rlashtirdi, yotoq o'rlashtiriblar kashqurlig'i. Hojatxona kirib chiqay deb shunda kirsam, meni qiz sizning jumak emaskanda, unda tugilak jumakkan shunda qo'llarni olsam bir odam kelib, "Bu aka, chosir etib qo'lingiz torting a" dedi. "Nima bo'ldi?" desam, "Maxsus kim to'laydi?" dedi. "Voy, unda so'zing hech birini." Sen boshqa tushuntirib to'laydi. Qo'ydi ekanmiz, endi mushu akalarimizniki bu chaqchaqlarni ustoz deb bular bizga o'rgatmaydi, ammo shu gapi bizga haqiqatan bilimkanda, ish shu gap akalarga kelib to'xta yo'tkab ketdi deb shu xiyoldan boshqalar chaqchaq qilamiz. Bir maslahatchiga işte berib, shundaq zot işte keltirib ketdim bir bol ko'zimga kirilib chaqchaqda, shana ham jut-jutdan bo'ladi ekan. Bu bol shundaq zot keltirib ketdim. Bir orliqda bugun mashhad ketkinan, endi mening so'qish niyati yo'q-ku. Ketkinani bir ko'rib boqay deb shu mening oyog'im tashiydi-da. Ayğım taşıydık ki, şu keşkurluğu, bu ballarım işte ayğım yokturdu desem, abim çıkıp gidip barattı, şu işte ayğımı taşıyıp okşaydı dedi. Boldu dep, şu an deken toyuğan bal, işaretin bir lanxayıp bedi yani, özüneki üyedi kişi vakka lanxayıkken. Şunu kişip, üyeyin kesem, ettigenlik dadam mahalleden adam da başladaydı, işte mesleğeydin kişi geldin, sen dadam kız, jığıp ekili ve şarık değişip bilmedi, başlar bilemez mi? Şu an deken şu turup külgüm kep geldi, keyin öz dedi, hem de birisini çıkıp teyip koyup sen de dedi, vay ya, bunda emez. Desem, şunu deken hem dikkat qildi dedim. Ular ama belki manqıgan çaqchığı deb o'ylayman. Endi aşağıda dilim azar verip ya meni bir silkib qo'ygan bo'lsa, belki men azap bo'lib kelishi mumkin. U oyoqdan qaraychiqlik oshnan bilanla o'tirlig'imizdagi adovat yo'lda deb o'ylayman. Endi chaqchaq bilan o'tayotgan har bir turmushda sizlar o'zinglar kelgan har qanday bir besimni chaqchaq deb o'ylab o'tkazib yetish bu bir xil psixik safa deb o'ylayman. Endi shu chaqchaq bo'layotgan so'rindagi shu kishining kayfiyati, chiroyi ifodasi, hatto bir kichik qo'l harakatlariga qarab turib muomala qilish bo'lgankan bu chaqchaq o'zining bir universal xarakterli, xeyli bir aqliy iqtidor, cho'ng bir inkaslab qilgan bir ishkan deb o'yladim. Undaqda shu Javdatning dedi oliy maktab imtihon berib o'tgan bo'lsam-mu ham deylik berish imkoniyatim bo'lmadi deb. Paradga sizmi maktabda 5 yaxshi o'qib, keyin shu oliy maktab imtihon berib bo'lmagan deb o'ylayman. Voy, men yaxshi o'qamadim. Mening nima shu 8-sinfgacha o'qib, 8ning uyaqiga 2 yil qoldim. 3-yili 9 qalında ko'chib qoldim, ko'chib qolib berkini. Ko'chib qolib kitaplarni taqib bo'ldi bizga. O qo'shal uyga men bordim, ko'chdim men o'mana deb. Bu dadamlarni ishonmadi deb, qonda ko'chdim o'y saldi dedi. Ko'chdim o'mana 9 yil o'qiyman deb. Bir hafta o'qigandan keyin bir kun ma'lum kiribdi. O'ni jurnal daftarni ichib mayada bir xatolik bo'lib qopti vallahi dedi. Jirg'ib. 3 tonlava ekan mashhadi biz sinfda xato ko'chib qolibsizlar. Yaman alam bo'ldi-ya bu 9 yil ko'ch bo'lgandan 8 ga ketsin o'zi. Birinchisi mening ismim ataldi Parat Xo'jahmat. Xato ko'chib qolibsiz dedi. 8 ga bo'lib berasiz dedi. 4 yil o'qimanda 8 da. 4-yil kızdan bir tantarbiya molim yengkaptiki, kimdi meni odoshlik emasmi? Molim bilan dan kutib chiqatdim men. Molim bilan qortib ba'z molimlar odoshlik deb meni. Bu muzdek o'quvimiz. Yana o'qatib kelmez, nima chiqatdim, o'qiyolmay chiqib yezim. Shundan mayli mushu bikajirib ketdim arliqlarda. Bu dadam deganning o yomon zahardek gap qildi meni dadam rahmatli ma. Mushu dadam dadam emasmi, mushu menda kim bika desam birgimiz
Muş Ferhat Bika, sen Bika, yani bir gün rahmetli kar içti. İşkin var. Bika balam geldi. Ey balam sen bir yılda yaş kılık kırsa başka işim yok senin. Onun kendin bu bikaçılıkta kosak mı acıdikende oy muşu nan degenine çinini sep muşu arlıqlarını koymaysan men kedim lan ne o çek oturup sevetken eken dadam turib ketip balam ey silvet şamal ketipsin çayga şuna zahar gap qildi da Yumur diyanetlerini kesipleştiriş. Bir nana bir ixtisoshunos akamiz bilan bir suhbatda shunday qarang bo'lib qoldi. Hamma kishi avtishliqlarning savdo usta, savdo maharati yuqori deb qaraydi. Ammo mush e'lonlarga deb qo'l qo'yma. Mushu chaqchaqni, yumurni pulga aylantira olgan, mushni iqtisodlashtira olgan kishilar bo'lganki, bularningki iqtisodiy intayin yuqori deb qarayman. Chunki İladan başka yere gittim pulga satamaydı degende shunchalik bir xil suyunib qoldi. O meni kichik xalqimni apam masjidda tilat emasmi? Gap sapmat bo'ladi. Hozir chetyapmizda mana. Gap sapatimiz hozir. Shundaqku. Demak bu iliningki bu mahasalaydi. Bu mahasalaydi. Bu ne? Hozir bu butun Şinjan'da umumlashib ketdi bu. Endi bu ilaqay masalan biz shunda bir so'rovlarni qizitib, chaqchaq qilib shu mehmonlarning ko'nglini olimizda olgandan keyin shu mehmonlar bizga nisbatan bu pul verish degan bizni hurmatlab bizga bo'lgan rahmatini bildirib bizga madad berib bizni shundan bir qisqat bilan bunday bir Farat aka shu yumur so'zlaganlarningki eg'izi qarab bir kun ondaq bo'lgandi, bir kun maosh uchirgandim degan gaplarni boshlab nurg'ulga qiziqarli kishilarga so'zlab berib kuldirdi. Endi shundan qaraganda mush yumursiz chaqchaqchilarga doim shunday qiziqarli kishilar uchrab turamdi. Endi bu yumur so'zlagandim cho'qim vaziyatni kuzatamiz. Masalan mahallada bo'lgan mahalladagi qiziqchi odamlar bilan paranglashimiz, shularning ba'zi bir paranlarini ilib onu mubalağalaştırıp, külkülük kılıp, onu biz başka bir sorunu tepkirimiz. Şunu biz etrafını, cemiyetini, her kanda bir şeyden küstümüz emez mi? Neymiş kısan şundan piyedi bol adet geldi bir iştin bir külke. Bu yumurunki yaman yeri nakşa okşamaydı. İli kadar nakşadan kapkara külküzlük diyen nakşa hazır itilatı nurgun yıllar oldu ki itilatı da hazır yaptırıp anlaydı onu. Hatta kapkara külküzlüğün bir itanlara talep kılıyordu. Lakin yumurunu bir kıtım deyimiz, ikinci kıtım helik yumurunu dep verenlere de talep kılmaydı. İkinci kıtım yumurunu desek vay kona değerli öğrense yemin digine de bunu mu şunda Saklaş muddeti ben kısa oldu kendine bir kıtım yumurunu ikinci kıtım sisiydi kalanıyım o. Kulpinek. Yengin olmaydı kalıp gitti. Meşli oldu yumurlar. Bir yerga bir telefon gelip bir sorun tek kısıl başka dedikken de onda. Biz kızlar ansırak etimiz bu sorun qaysi kuyunakni kiysen bo'ladi depsizlar. Şu açık kız günü may yumur desek olamı, man desek olamı, man desek konum olamı dep şu. Bunun qiyinchilik ama eg'ir narsa bu yumurning bo'pma. Demak vaqtchalik va cho'qim yengilab turishimiz davriga mos shu yengilab turishimiz kerak. Mayli bo'lgan bir qiziqishni cho'qim budak bir to'yda budak bir o'tirishlarcha men ma yumurdan deyman deb shu tayyorlab bilan berishimiz kerak. Shu zaman qog'oz yozib olamiz. Ya qog'oz emas, u yozish ketmaydi. Bu qalbimizga singdiramiz, kendi singdirib buni bunday qiziqarli qilib shuni buning uchun cho'qim shu es qobiliyatinglarni yuqori qilib sezgir turib chunki mushuk kasbniki mushuk bizning kasbimiz bo'lgandan keyin biz mushukning peydajirimizda biz naqshi onun o'xshamaydi deganda naqshlar masalan bir naqshni 4-5 qatam aytamiz yoki 1 yil 2 yil hatto 10 yil asm u bir ko'nirmaydi naqsha u. Lekin bu yumur bir qatam onunda ikkinchi qatam ko'niradigan yomon ya. Yomon shu. Ko'pchilikning haqiqiy yuqori haq berib, alayda hurmatlab, mushu taklif qilishninki menimcha haqiqatan qimmati zo'r deb qardim chunki har vaqt shuning uchun tayyor turgan shu holat tursa emas. Bo'ldi rahmat. Bugun har ishchilar aniq maydondagi tomoshabinlarimiz bo'lsin, ekran oldidagi tomoshabinlarimiz bo'lsin. Yana bir qatamliq kulgu huzuri ato qildinglar. Shunaqla sevimli ustozimiz Isom Qurbon akani hammamizningki yodiga bir soldinglar.
sizlarga yana bir qitim rahmat aytish bilan birga buningdan keyingi har bir bosgan qadaminglarningki texmo kul chaqchaqqa, xo'shallikqa, shodlikqa to'lishini, shunday sizlar bo'lgan har bir yerningki hozir bo'lsa-mu kulkiga, to'yga aylanishini chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga.